leskani, ya'ni ov ipini shpulyaga bog'lashning eng zo'r usullaridan birini ko'rsataman. Bu usulning nomi arbor bog'lam deyiladi. Buning uchun ov ipini uchini tugun qilib olamiz mana shunday qilib va bitta tugun, ikkita tugun. Ikkinchi tugunni birinchi tugunning orqasidan o'tkazamiz. Bizda mana shunday tugun yuzaga keladi. Endi fizikani ko'rsataman do'stlar. Hozir yaxshilab e'tibor berasizlar. Shpulyaga o'tkazamiz va tortishni boshlaymiz. Boyagi bog'lagan birinchi tugunimiz qolgan ikkita tugunni qisib qoladi va ov ipini bo'shashiga va o'ngga chapga shpulyani aylantirgan vaqtingiz bo'shab ketmasligini oldini oladi. Kimga yoqqan bo'lsa, bemalol foydalanishlari mumkin.